Assalomu alaykum Ravshan Uz kanalining obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugungi hafta kunimizga juma 2025-yil. 2025-yil. Qo'jonda. Kaltaroq ishlovan. Nech pul bo'lib ketdi bu? Sal qo'shtirinchi 29 million bolasi bilan baraka bo'ldi. 29 million so'mga. 14-noyabr 2025-yil. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Yana bolachasi ketdi. 29 million so'mga. Bo'g'oz sigir g'unojim narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Mana birinchi molimiz ola sigirimiz. Necha oylik bo'g'oz ekan? Assalomu alaykum. 7 oylik yaqin bo'g'ozimiz. Nechinchi qoringa bo'g'oz? 5-chi qoringa bo'g'oz ekan sigirimiz. Mana holatlari. Eti yaxshi, zo'r sigir. Yeb ichishi joyida hammasi. Nech pul narx aytdingiz? 18 million so'rayapsiz. 18 million so'rayapsiz. Bozor nima berdi? 16 million so'm savdosi bo'libdi shu sigirimiz. 18 million so'm narx aytilibdi, 16 million so'm savdosi bo'libdi. Mana sigirimizning umumiy holatda ko'rinishlari. Yelinlari oq yelin ekan. Telefon raqam qoldirib yubormaysizmi aka? 91lik 507 4707 raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, shu akamizning mollari yoqqan bo'lsa, bog'lanib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Savdozga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Bular bo'g'ozmi aka? Nech pul so'radingiz bunga? 20 million. Necha oylik bo'g'oz? 3 oylik. Nechinchi qoringa bo'g'oz? 2-chi qoringa 3 oylik bo'g'oz sigirimiz 20 million so'm narx aytilibdi. Bozor nima berdi aka? Hamma har xil beryapti. Eng baland joyi 16 million, ha? 20 million so'm narx aytilibdi, 16 million so'm savdosi bo'libdi shu bo'g'oz sigirimiz. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Bu ham bo'g'oz, ha? 7 oylik. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 7 oylik birinchisiga. 7 oylik bo'g'oz xonojinimiz. Nech pul so'radingiz? 17 million. Bozor nima berdi? 15 million 100. 15 million 100. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Bu sariq sigir necha oylik bo'g'oz aka? Tog'a? Bilmaysiz-a uni? Talg'ir sigirimiz. Tog'a, assalomu alaykum. Necha oylik bo'g'oz aka? Egasi siz bilmaysizmi narxini? Egasi ketgan ekan sigirimizni narxini bilmas ekanlar bu akamiz. Puli yengil, jaydari g'unojin so'raganlarga mana bo'g'oz joyidan. Tog'a, necha oylik bo'g'oz ekan bu? 5 oylik bo'g'oz. Birinchisiga 5 oylik bo'g'oz g'unojinimiz. Puli necha pul ekan? 15 million so'rayapsiz. Bozor nima berdi? 11 million 200 bermadingiz. Ora yaqinmi, biroz qo'shsa ketadigan joyi bormi? Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. Navbatdagi sigirimiz necha oylik bo'g'oz ekan aka bu? Shart emas, ha? Sog' bo'ling. Uzr aka. Sal qarang, 2 marta deb beradi. Uzr aka. Nech pul so'radingiz aka bu ola sigirga? 6 ga yaqinlashgan. Bunda qancha bo'ldi? 20. Bozor qancha qildi aka? 15 200. 20 million so'm narx aytilibdi, 15 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan shu sigirimizda. Necha oylik bo'g'oz dedingiz? 6 oylik emas. Necha oylik? Tegmayaptimi tog'a? 6 oylik deyapti egasi. Egasi 6 oylik deb aytayapti ekan mana sigirimizni, chiroyli sigir. Bellari uzun, yaxshi sigirimiz. Tegmadi, ha?
Bahodir yaxshimi? Sog'. Eng baland joyi nech pul savdosi bo'ldi aka buni? 15 million 200 ha? 15 million 200 ming so'm savdosi bo'lib shu sigirimizni 6 oylik bo'g'oz. Ravshan o'zi. Nechinchi qoringa dedingiz? 5 ga. 5-qoringa. Savdongizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Bo'g'oz sigirlarimiz kam tushibdi bugun bozorga. Aka nech pul so'radingiz bunga? 23 million. 23 million. Birinchisi, ikkinchisi? Ikkinchisiga necha oylik bo'g'oz ekan? 7 oylik bo'g'oz. 23 million so'm narx aytilyapti, ha? 23 million so'm narx aytilibdi. Savdosi qancha bo'ldi? Hali savdo bo'lmadi, ha? 7 oylik bo'g'oz ikkinchisiga. Qayerda moli bu? Shvernik. Sayxunobod. Sayxunobod Shvernikdan olib kelishib sigiramiz. Telefon raqam qoldirmaymizmi? Shart emas, ha, sotilib ketadi. Bozor e'loni bersa. Aka, sariq sigir nech pul so'radingiz? 20 million. Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik. Nechinchi qorin? 3-chi. 3-qoringa 20 million so'm narx aytilibdi. Savdosi qancha bo'ldi? Hali savdo bo'lmadi, ha? Bu yosh xunojinga necha oylik ekan? Bu ham 7 oylik. Bu ham 7 oylik, ha? Bu necha pul ekan? Benim 15 kam bor. 15 kam. 12 million bor. 12 million savdosi bo'lyapti, ha, bunisini. 12 million savdosi bo'lib turibdi ekan shu sigirimizda. Ikkiga berasiz. Savdolarga baraka bersin. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Nech pul so'radingiz bu sigirga, tog'a? 23,5. Nechinchi qoringa bo'g'oz? 3-qoringa bo'g'oz. 23,5 million so'm narx aytdingiz. Bozor nima berdi? 23,5. Ha, bozor 23,5 qilyapti. O'zingiz qancha so'radingiz? 30 million so'm narx aytilibdi. 23,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu sigirimizni. Necha oylik dedingiz? 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz sigirimiz ekan mana. Yem ichlari joyida, to'g'ri, hammasi. Bo'ylari taxminan 1.30-1.35 atrofidagi sigirimiz 30 million so'm narx aytilibdi. 23,5 million so'm savdosi bo'ldi. Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. Bu sigirlar kimdan ekan, akalar? Ha, tekshirilyapti, bo'g'oz qistirilyapti. Mana shu sigirimizni hozir tekshirishar ekan, bo'g'oz qistirligini bilib berishadi. Bozorda o'zi xizmatlari ham bor. Mana o'zi xizmatimizda telefon raqamlari tabloda yozilgan. Nechinchi qoringa tekshirilyapti? Nechinchi qorin? 5-sidir bank. 4ta 5ta tug'ilgan sigir. Yana tekshirishmoqchi hozir. Bozorda tekshirib ko'rishyapti bo'g'oz qisirligini. Uch oylik bo'g'oz ekan sigirimiz. Puli nech pul aytildi aka buni? 20 million. 20 million so'm narx aytilibdi. Egizak deb aytishyapti mana o'zida ko'rishdi hozir. Egizak deb aytishyapti. Mana sigirimizni 20 million so'm narx aytilyapti. Savdosi nech pul bo'lib turibdi? Endi savdosi 20 million so'm narx aytilibdi. Nima bo'lyapti? Bu burgachi nech pul narx aytilyapti? 18.
18 million so'm birinchisiga. Aka tortan qonida. Burnidan o'shanglar burnidan. Uzi xizmatlari borib uydagi sigirlarni ham tekshirib aytib ko'rsatib berishadi. Mana telefon raqamlari. Kimgadir uzi xizmat kerak bo'lsa, qo'y, ot, echki, sigir, Barcha urg'ochi hayvonlarga yirik shoxli, mayda shoxli. Mana ko'rsating. 70lardan qilinadi. Ravshanuz kanali. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Qancha bo'ldi? 18 million. Necha oylik bo'g'oz aka? 5,5 oylik bo'g'oz. 18,5 million sotildi. Bozorda eng qimmat mol shu bo'ldi hozir. Mana akamiz o'zlari olibdilar molni. Olganga ham sotganga ham barakasini bersin. Mol qilaman molchilar, iloyim mol. Baxtiyor aka, shunaqa mol kerak odamlarga telefon raqam qoldirib o'tamizmi? 99lik 643 34-35 yana bozorimiz bor. 34-35 raqamlarga qo'ng'iroq qilsalar, shunaqa bo'g'oz sigir qidirayotgan aka-uka opa-singillarimizga tavsiya qilib qolamiz. Ishonchli odamdan sigir olinglar. Bu necha oylik ekan? 3 oydan o'tgan. Bunisi ham 3 oydan o'tgan bo'g'oz g'unojinimizda ekan. Puli qancha edi buni? 18 million deyshdimi? 18 million birinchi qoringa 3 oylik bo'g'oz sigirimiz, 20 million so'mga egizak sigirimiz. 18,5 million so'mga barakasi bo'lgan joyidan. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'linglar, ishinglarga omad. O'tkiz olinglar akalar. Sigirni oxirgisini tugashimni mana bu boshqa. Yaxshi sigir tushibdi mana bozorimizga. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Egasi kim ekan bu sigirni? Sizdan aka? Savdosi bo'lib turibdi. Yirik sigirimiz mana to'qol varianti. Yirik sigir qidirgan aka-ukalarimizga Sirdaryo mol bozorida. Bo'g'ozmikan? Necha oylik bo'g'oz ekan? 5 oylik bo'g'oz. Pul qancha ekan? 35. Aytilishicha 45 million so'm aytilyapti. 35 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu sigirimizni. Orqasidan ko'rinishlari mana juda ham yirik holatdagi sigirimiz. 5 oy, 5,5 oylik bo'g'oz aytishyapti. Bo'ylari taxminan 150-155 atrofida bo'lsa kerak. Mana u tarafda odamlar bor. Yelkasidan baland ko'rinib turibdi sigirimiz. 35 million so'm savdosi bo'lib turibdi ekan shu sigirlar. Yelillari 4 ta joyda. Ravshanuz kanali. Sigir suti bormikan aka hozir? Nechta suti bor? 15 ta. Nechinchi qoringa bo'g'oz? 3-siga 15 litr suti ham bor ekan sigirimizni. Kimdan ekan bu? Sizdanmi aka bu? 6 oylik bo'g'oz sigirimiz. Bu ham yirik. Rossiyskiy sigir qolmaydi bu ham, ha? 32 million so'm 6 oylik bo'g'oz variantdagi sigirimiz. Nechinchi qoringa bu? 2-chi qoringa. Savdosi qancha bo'ldi? Bu ham o'sha yerda bo'lyapti, ha, savdosi. Hozir o'tib ko'rsatamiz, sigirni olib olaylik. O'sha yerda ekan egasi ichkarida savdo bo'layotgan joyda. Narigi biri savdo bo'lyapti ekan. 6 oylik bo'g'oz variantdagi sigirimiz, bu ham yirik holatda, bo'ylari 130, 140 atrofida bo'lgan sigirimiz bu ham. 6 oylik bo'g'oz ekan. Juda ham chiroyli holatdagi sigir ekan. Bekorga 60 dan o'tmagansizda, tog'a. 60 yillik tajribani ham hisobga olish kerak-da. To'g'ri. Qaysi kanal ekan? Ravshanuz kanali. Mana savdosi bo'layotgan joylari. Qo'ying, basharalari ham. Qayeri sigir aka bu? Yangiyo'l, Toshkent viloyat Yangiyo'l sigir ekan. Mana realni savdosi bo'layotgan joyi. 35 million so'm savdosi bo'lyapti. Ora yaqinmi, uzoqmi aka? Ishqivoziga soting lekin sigirni. Hamma tomoshabin qiziqqan odamga sotish kerak sigirni.
Bo'ldi sizga chiqib. Nargi sigir ham sizdanmi aka? Yonidagi egasi kim ekan shuni? Sizdanmi? Necha oylik? 6 oylik bo'g'oz, o sigirimiz. Mana shu akamiz olib kelgan ekanlar, nargi sigirimizni. Nechinchi qoringa bo'g'oz aka bu? Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Mana shu katta sigir oldida turgan sigirimiz, shved sigirimiz. Juda ham chiroyli holatdagi sigir. Katta? 35 million so'mga. Sog' bo'linglar. Buni egasi qanimi? Mana shu gavdali kapshunkadagi bola shuni egasi ekan, mana shu bola. Mana shunaqa sigirlarimiz bozorimizda. 6 oylik bo'g'oz, ikkinchi qoringa. Buni qancha aytdilar bu? 27-28 qilyapti. 28 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu sigirda. 36 million so'raldi. 33 million, ha? 33 million so'm narx aytilibdi. 27-28 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qolishingizni so'raymiz. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Tekshirilgan garant, ha? Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib ketishingizni so'rab qolamiz. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shunaqa videolar birinchilardan bo'lib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.